yaxshi bir yangilik bor. Yaqinda 3-4 kun oldin O'zbekiston Respublikasi Prezidenti bilan Qirg'iziston Respublikasi Prezidenti o'rtasida o'tkazilgan uchrashuvda bir qator yangiliklar, ya'ni migratsiya yo'nalishida ham bir qancha yengillik bo'lgan yangiliklar bor. Bulardan asosiysi, именно hozirgi bizning mavzuga tegishli bo'lgani, O'zbekiston fuqarolari yaqin o'rtada Qirg'iziston Respublikasi hududida propiska, ya'ni registratsiyasiz 15 kun, ya'ni 5 kundan 15 kungacha bo'lgan muddat cho'zilib, 15 kun Qirg'iziston hududida hech qanaqa registratsiyasiz yashash imkoniyatiga ega bo'lishadi. Bu haqida уже shartnoma imzolangan, ya'ni O'zbekiston fuqarolari ham, Qirg'iziston fuqarolari ham O'zbekiston hududida, O'zbekiston fuqarolari Qirg'iziston hududida 15 kungacha bo'lgan muddatda hech qanaqa registratsiyasiz yurish imkoniyatiga ega bo'ladi. Albatta bu belgilangan limit ichida bo'ladi. Ya'ni 60 kun, masalan 15 kundan 60 kun limiti tugadigan bo'lsa, undan keyin albatta yana viza bilan yurishga to'g'ri keladi. Bu yangilik hali kuchga kirgani yo'q. Shartnomalar imzolangan. Endi ma'lum bir vaqtdan keyin Qirg'izistonda o'zining ichki siyosatiga bog'liq qaysidir nima tasdiqlagandan keyin bu qonun kuchga kirib, O'zbekiston fuqarolari shuncha vaqt Qirg'iziston hududida registratsiyasiz yashash imkoniyatiga ega bo'ladi. Albatta bu qonun, bu hujjat kuchga kirgandan keyin biz yana albatta video qilib sizlarga xabar beramiz. Hozircha bugun shu yangilikni aytib o'tmoqchi edik. Bundan tashqari O'zbekiston fuqarolari Qirg'izistonda ishlasa ham yoki ularning fuqarosi bu yoqda ishlasa ham, keyingi yangilikdan biri shu pensiya olishda qaysi bir davlatda ishlasa ham shunaqa qonunga yangilik kiritilibdi. Ya'ni pensiya masalasida keyinchalik pensiyaga chiqsa ham, bu davlatda ishlasa ham pensiya ham olish imkoniyatiga ega bo'lyapti.